Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadrli mümin Müslümanlar, kardeşler. Şunday so'rov kelib bosdi. Kishi uchun biz xosh qila olamizmi? Üsteme, agarda kishi marhum bo'lsa, u bizga vasiyat deb qoldirdimi yoki qoldirmadimi, biz ana mol merosini erishamiz hamda uning ismidan xosh qilib bizni ustimizga vojib bo'lib yotami yo'qmi degan so'rov. O'z vaqtida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qoshina kela bir xotin qiz Xas'am qabilasidan. Bu hadisni Ibn Abbas payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tug'ani hadisni жеткіза Buxoriy jiyintiqlarında. Xas'am qabilasidan kelgan xotin qiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'ragan: "Ya Rasululloh, xosh bizni ustimizga farz bo'ldi. Lekinda ati endi farzlig'in ko'rdi ulkan yoshda. Xoshga bora olmay, salomatligi yo'q. Shu xatlik endi qort holda bo'lib turadi. Men uni o'rnina xosh qila olammi, yo'qmi deb so'ray. Xotin qiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan. Shu vaqtda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qisqa aytib javob qaytargan: "Naam." Iyi. Qadrli jamoat, albatta bu hadis bizga bira natija. Hamda g'olimlar hech shaksiz bu hadisni ixtiborsiz qoldirmaylar. Har bir mazhab, Hanafi mazhabi, İmam Shafi'i mazhabi, Ahmad bin Hanbal, İmam Malik mazhablar har birisini ağır qarata o'zining natijasini chiqaralar. Hanafi mazhabida ağır qarata shunday natija chiqaralar. Agarda kishi o'rnina biz hojiga bora olsak, mumkinligi biz bo'lsa, albatta biz uni o'tirga teyish inshaalloh. Ul eson, lekin de qortliq sababida yoki salomatlik sababida hojni o'ti olmay ekan, biz uning o'rnina hojni o'ti olamiz. Lekin de bir shart bo'larga teyish, o'zi bizni ustimizdan hoj amali, javobligi, vajibligi tushirga teyish. Ya'ni qachonda bo'lsa o'zi biz hojni o'tagan bo'larga teyish biz inshaalloh taala. Yoki endi biz o'zimiz hali hojni o'tamasak, shu vaqtda hojga bora olmasak, lekin de bu kishi hojni o'tisi keladi, tug'animiz, otamiz, qardoshimiz, u vaqtni topirga mumkin shu kishini qaysisi bilim bilan o'rnina yetkazib hojni o'ti olar inshaalloh. U faqat g'odigina kishigina tugil, mana ko'rdikda ayda sen hojga borasizmi? Benim otam o'rnima, endi bet sen endi hojni o'tagansan deb tugil. Albatta bu kishi bilimli bo'larga teyish. Madrasadan bir ustoz, imom, shakird mumkin inshaalloh taala shu kishilarga endi mol mulkatin topshirib, hojning beyasin to'lab, angar nihatlik bir aqshasi bilan ta'min etib, hoj amalini yo'naltirga ham inshaalloh taala aqshani beruvchi, yo'llarni qoplovchi kishi ismini hoj o'talashak, uning ustidan javobligi tushashak, farzi o'talashak inshaalloh. Ham ajr savobga erishir komil ravishda. Ya'ni ajr savobini erishuvgina tugil, uning ustidan shu hoj amali javobligi tushashak inshaalloh taala. Shundan umuman aytgan vaqtda agarda kishi ikkinchi kishi ismidan hojni o'tasi kelsa, mumkin uni o'targa hatto bu kishi eson bo'lsa-da, lekin de bu kishining hojga chiqariliq mumkinligi bo'lmasqa teyish. Salomatlik qortliq sababidan masalasida.